Farg'ona vodiysida bir shahar bor edi, lekin u bugungi kunda xaritada yo'q. Qolgani faqat afsonalar. Ammo tadqiqotchilar, tarixchilar va mahalliy qishloq ahli bu shaharning aslida mavjud bo'lganini da'vo qiladi. Sizni g'oyib bo'lgan shahar sirlariga olib boramiz. Qani ketdik. Bu shahar miloddan avvalgi milodiy davrlarda aholi markazi bo'lgan. Ba'zi arxeologlar aytishicha, bu savdo yo'llari bo'yicha rivojlangan. Shuningdek, o'zining noyob me'morchiligi bilan mashhur bo'lgan. Ammo taxminan 300 yil oldin bu shahar birdan yo'q bo'lib, odamlar nima uchun ketganini ham hech kim bilmaydi. Mahalliy aholining hikoyalariga ko'ra, ba'zi odamlar shaharda g'oyib bo'lgan odamlarni eshitishgan. Shu bilan birga daryolar, tog'lar va o'rmonlar shaharni yashirish uchun sirli yo'l yaratgan. Boshqa guvohlar esa kechqurun shamol ostida qadimiy qal'alar yoki chiroqlar ko'rinishini aytadi. Ammo hech kim yaqinlasha olmaydi. Olimlar va arxeologlar bu shaharni topish uchun yer osti tekshiruvlari va dronlar yordamida qidiruv olib borgan. Ba'zi joylarda qadimiy devorlar va toshlar topilgan, lekin to'liq shahar topilmagan. Ba'zi mutaxassislar buni tabiatning sehrli himoyasi deb ataydi. Shahar tabiiy ravishda yashiringan. Nima uchun shahar g'oyib bo'ldi? Ba'zi tarixchilar suv toshqini, epidemiyalar, janglar deb taxmin qiladi. Boshqalar esa sirli energiya yoki afsonaviy sabablarni aytadi. Haqiqatni biladigan faqat tabiat va vaqt bo'lishi mumkin. Bugungi kunda shahar yo'q, lekin uning hikoyalari, belgilari va afsonalari hanuz odamlar qalbida yashaydi. Siz ham Farg'ona vodiysining sirli shaharini kashf etishga tayyormisiz? O'z fikrlaringizni albatta qoldirishni unutmang va videomizga like bosishni unutmang.